Uy olaman deb pul yig'ib yurganmidingiz? Qaranglar, men sizlarga mana shunaqa 2 etajli uyni topib qo'ydim. Umumiy yer maydoni 6 sotikdan iborat. Hovlilarga styajkalar quyib qo'yilgan ekan. Kran suvlari kelgan, svetlargacha tortib qo'yishgan. Gaz shu yerdan, ana ro'parada 100 metrda gaz ham kelgan. Uni ham mabodo tortib olsalaring bo'laveradi. Hovlimizda mana bu joylarga chimdan sepib qo'yishgan ekan. Mana bu yerga polni aylana atrofiga bu yer zeleniy zona uchun mana ko'ryapsizlar, suvlar sepib, hozircha qarab, chiroylab turibdi. Mana bu yoqlarga o'zlaringga malika bassenli uyda xohlayapti juda ko'pchilik. Mana shunaqa bassenlarni o'rnatib olsalaring bo'ladi. Katta mana bunaqa bir bilmam bir 80 ga kirgan chinorlarida ham bor. Hop, uyimiz polni tashqari fasadi ham bitgan, ichlari ham bitgan. 100% kirib yashashga tayyor, xudo xohlasa. Birinchi qavatimiz pishganlikda qurilgan, ikkinchi qavatini pina blokdan qurilgan. Kelaveringlar, mana shunaqa kenggina koridorimiz bor. Koridorda ham yorishgan ekan, rasmiy 280 ekan eniga. Uzunasigacha qiziqishgan. O'zim ham qiziqdim. 732. Hop, uyimizning sveti qayerdan mana. Hop. Bu yer adashmasak kuxnya uchun mo'ljallangan xonamiz, ixchakgina. Hop, bu tarafda o'sha hali praktichniy ham deydi-yu. Kirpirlarda mana shu yerda o'zida basallar, joylab olib chiqib ketsa bo'laveradigan joy ekan. Bu yerda mana dushlari ham bor. Bemalol ko'rishlari mumkin. Hamma 100% bitgan. Hop. Mana suvni ham bitta ochib ko'rsatib qo'yaman. Zo'r. Xudo xolasa mana gilamlargacha bu, ya'ni devorlarimiz aboy qilingan ekan. Hop, koridorga setning olib qo'ydik. Bu yoqda bitta xonamiz. Bu mehmonxonaga ham yoki bo'lmasa aytaylik yotoqxonami qo'shalari bo'laveradi. Bu yerlarda mana bo'ldi, remontlari bitgan, aboylar bo'lgan. Shunga bitta jihozlab olib kirib yashashga tayyor uy ekan. Xudo xohlasa, bu yerda 2 etajli. Mana o'zi rasaki. Bunisi mehmonxona ekan. Narigisi demak kattalarga yotoqxona bo'lyapti shunda. Hop, endi ketdik, ikkinchi etajga chiqib boramiz. Birinchi qavatda 4 xona uy bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatimizni ko'ramiz. Ikkinchi etaj alohida mavzu. Oma hop, svet bilan yo'q. Ikkinchi etajga ham chiqqanimizda kenggina mana bunaqa koridorlarimiz bor. Qaranglar. Mana manzaralarni ko'rinadi bitta. Kavatning lofti rasmlar tushirilgan, yo'lda tog'lar, Shveysariyaniki. Hop, ertalablar mana yerdan bitta joyni ochib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bu qulfmi? Mana ko'ramiz. Hop. Mana. Manzarani bitta ko'rsating, shamolning kelishini qarang. O'ta zo'r. Atrofi hech kim bezovta qilmaydi. Mana shunaqa tinch, sokin joylarda xohlaganlar uchun. Ona ro'parada otni ham qarang, ot ham mazza qilib dam olib turibdi. Rasa o'sha o'zigalik dala hovli qilib olishni xohlagan obunachilarimizga zo'r variant deb o'ylaymiz. Mana bu yerda razmerni bitta ko'raylikmi? Qani? 11 ga. 11 ga 11 ga 370 ekan. Uzunligi 11, eni 370. Mana yerda yana bitta xonamiz bor. Mana. Xo'p, aytaylik, bittasini detskiy qilib qo'yasizlar, bittasini masalan pastda kattalar yashasa, tepada yosh oila bemalol yashasa bo'laveradi. Bittasini o'zlaringiz yotoqxona qilib olasizlar, ikkinchisini detskiy qilib qo'ysa bo'laveradi. Mana bu yoqda ham manzarani bemalol tomosha qilib tursa bo'laveradi. Bu uyimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Terak qishlog'ida sotilayotgan uyimiz. Katta yo'lda bo'yida eng muhimi. Bunday katta yo'lda bo'yida joylashgan uyimiz. Mana shunaqa gaplar. Endi bu uyimizning narxini aytadigan bo'lsak 85 ming kelishtirib beraveramiz deyishyapti. Hop, egallarning raqamlarini qoldiramiz, telefon qilib kelishib, bemalol olsalaring bo'laveradi. Lokatsiyasini har doimgidek Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lsalaring, xudo xolasa, har bitta sotuvga chiqayotgan joylarda lokatsiyasi bilan qo'yib boryapmiz.
Uyimizni ichi bilan tanishdik. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Qaranglar, uyda atrofi yana qo'shimcha ma'lumot polni devor bilan o'ralgan. Mabodo orqa tarafga o'tgani muhtojlik sezadigan bo'lsalaring deb har ehtimolga qarshi eshik ham qoldirib ketilgan. Ya'ni eshik ham mo'ljallab ketilgan. Bu yoqda o'sha общий zarurat xona, hojatxonalarga mo'ljallashgan. Uy omma zo'r tushgan ekan. O'rtaga tushgan, pastdan quyosh bor, hali saklab ketdi, nurab ketdi, bir balolar bo'lmaydi. Hop, mana bu yerlarda ham bemalol o'zlaringga qandaydir bir moslab olib, xohlasalaring dala hovli qilib olib, mazza qilib yashasa bo'laveradigan tayyor joy ekan. Endi bu yerda manzilni aytamiz. Hop, manzilimiz katta yo'lda bo'yida. Qarang. Yo'lda bu tarafdan kelsak, Jamanshudan kelaverish. Jamanshudan, ya'ni ingichkadan o'tganda haligi bu yerda ko'pchilik bilasizlar. Mana Terakda kurort zona bo'lgan, dam olish o'sha joylarni bular o'sha sotib olib, o'zlari mana uy qurib, alohida tayyorlab qo'yishgan. Endi biroq sotadigan bo'lib qolishgan. Bu tarafi Terakdan kelaverish. Terakdan ingichka tomonga qarab ketayotganda mana shu yo'lda yuzida burchakda joylashgan mana shu olsutli uyimiz, 2 etajli, jami 7 xonadan iborat bo'lyapti. Pastda egalarining raqamlarini qoldirdik. Telefon qilib kelishga olaverasizlar. Narxini 85 ming kelishadigan joylari bor deyapti. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi joylar chiqarib boryapti. Sog' bo'ling.